Ayollarning qaynotasi va o'g'illari oldida kiyinish o'lchimi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ayol kishining uyida qaynotasi, qaynaka, qayninisi va o'zining balog'atga yetgan o'g'illari oldida yalangbosh, kalta kiyimlari bilan turishi to'g'rimi? Ularning oldida yalangbosh yoki qisqa yang kiyim kiyalamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Alloh taolaning amri shuki, mu'minlarga aytganki, nomahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini yopsin, zinnatlardan sirtdan ko'ringandan boshqani oshkorlamasin. Lechaklari bilan ko'kraklarini yopsin. Zinnatlarini erlardan, otalaridan ya qaynotalaridan, o'g'illaridan, erlarining o'g'illaridan, o'z qarindoshlaridan, qarindoshlarining o'g'illaridan ya hamshirlarining o'g'illaridan, dindosh ayollardan, qo'l ostidagi cho'rilaridan ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilardan va ya balog'atga yetmagan bolalardan boshqalarga ko'rsatmasin. Yoshirgan zinnatlarning bilinishi uchun oyoqlarini yerga urmasin. Nur surasi 31-oyat. Mazkur ilohiy amriga asosan ayollar qaynotasining va o'zining o'g'illari oldida girimlari va zabu zinatlari bilan yalangbosh, bo'yin va uning atrofi, quloq, bilak va putlarini tizg'icha ochadigan kalta kiyimlar bilan tursa bo'ladi. Chunki ular ayolga nisbatan mahramdir. Ko'ksi, uchisi, qo'risqi va yo'tinlarni cho'qim yo'gish kerak. Mahramlar oldida ular ko'rsa bo'lmaydigan uyatliq yerlarini ma'lum qiladigan nepiz tar kiyimlarni kiysa ham bo'lmaydi. Ammo qaynaka, qayninisi oldida to'liq kiyim bilan turdi. Farqi boshdagilar ayolga mangulik mahramlar, keyingisi vaqtliq mahramlardir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayollar bor yerga kirmanglar degan. Buni anglab ansarlardan birisi: "Ey Rasululloh, erning tuqqunichu?" deb so'raganda Allohning rasuli: "Erning tuqquni o'limdir" deb javob bergan. Bu hadisdagi erning tuqqunidan maqsad qilingani Imom Navaviy erning otasi bilan o'g'lidan boshqa aka ukalari, erning o'g'il jiyanlari, erning tag'isi va tag'isining o'g'illari, och-singillarning o'g'li va hammillarning o'g'li qatorliqlardek ayolga mahram bo'lmagan tuqqanlaridir. Chunki otasi bilan o'g'li ayolning o'gay o'g'li ayolga mahramdir. Ular bilan xoli o'ltirsa bo'ladi, deb izohlagan. Ochisining va hammasining yo'ldishimi yot va nomahramdir. Bu yerda shuni aytib qo'yish kerakki, ko'pchilik olimlarning nazarida ayol kishining yuzi bilan qo'li avrat emas. Mushu qarash kuchlik. Yuz bilan qo'l avrat degan yana bir qarashni tutadiganlar ochisi yoki singlisining yo'ldishi, yezinlari, yuqorida tilga ilingan erning aka ukalari, erning o'g'il jiyanlari, erning tag'isi va tag'isining o'g'illari, erning och-singillarining o'g'illari va hammillarning o'g'illari qatorliqlaridek ayolga mahram bo'lmagan tuqqanlari oldidami o'xshashla yuzi bilan qo'lini ham yo'gish kerak. Ya'ni butun badanini yepish kerak. Qo'lini palay kiyib yo'gish kerak. Albatta. Har ikki qarashda bilaklari ochiq, pochoqlari ishtonsiz holda ko'rinib qolsa bo'lmaydi. Chunki ular ayolga yot va nomahramdir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.